Namatakning shifobaxsh xususiyatlari. Namatak tarkibida inson salomatligi uchun zarur C, B2, R, E, K vitaminlari mavjud. Shuningdek, unda karotin, qand, yog', organik kislotalar, flavonoidlar, pektin, ma'danli tuzlar bor. Mashhur tabib Ibn Sino ta'rifiga ko'ra, namatakning barcha turi tozalovchi, suyultiruvchi xususiyatga ega. U quloqdagi qurtlarni o'ldiradi. Quloq shang'illashiga, tish og'rig'iga davo bo'ladi. Namatak guli, mevasi, urug'i, bargi, ildizi xalq tabobatida qadimdan keng qo'llanib kelingan. Uning mevasidan tayyorlangan damlama o'pka sili, terlama, o't qopi yallig'lanishi, me'da ichak, buyrak qovuq kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Uning mevasi tanaga quvvat bag'ishlaydi, modda almashinuvini yaxshilaydi. Namatak mevasidan tayyorlangan damlama tanani baquvvat qiladi. Uning chidamliligini oshiradi, yo'talni ketkazadi, hazm yo'llari yallig'lanadi.